Ushbu darsda tasvir o'lchamlarini sozlash jarayoni o'rganiladi. Tasvir o'lchamlarini to'g'ri sozlashdan oldin bir qancha tushunchalarni bilish lozim. Ulardan birinchisi bu kompyuter tilida, ya'ni raqamlarda qanday qilib tasvirni shakllantirish bo'lib, uning bir qancha uslublari bor. Bu dars uchun raster uslubini tushunish kerak. Raster uslubida tasvir raster to'ri yordamida shakllantiriladi. Ushbu to'r kvadrat shakllardan tashkil topgan bo'lib, rasterdagi har bir kvadrat piksel deb nomlanadi. Ayrim video formatlarda piksellar kvadrat shaklda emas, balki to'g'ri to'rtburchak shaklda bo'ladi. Shu piksellarni turli tuslarga bo'yash orqali tasvir shakllantiriladi. Bu tasvirda faqat ayrim piksellarga rang berish orqali baliqning shakli hosil qilingan. Tasvirning sifatini bir qancha xususiyatlar belgilaydi. Shulardan biri bu piksellar soni. Qanchalik piksellar soni ma'lum bir uzunlikda ko'p bo'lsa, shunchalik tasvir tiniq bo'ladi. Bu tasvirda piksellarni turli tuslarga belgilash orqali ko'z tasviri hosil qilingan. Shu uslubda fototasvirlar ham shakllantiriladi. Deyarli har kuni mobil qurilma yordamida olayotgan fotoingiz ham xuddi shu uslubda shakllanadi. Barcha ekranlardagi, ya'ni televizor, kompyuter monitori, mobil qurilma displeyidagi tasvirlar ham xuddi shunday shakllanadi. Tasvirning sifatlaridan biri bu piksellar soni deb aytib o'tildi. Bunda piksellar soni ikki turga ajraladi. Birinchisi bu tasvirning eni va bo'yida joylashgan piksellar soni bo'lsa, ikkinchisi ma'lum bir uzunlikdagi piksellar soni. Shu ma'lum bir uzunlik sifatida bir dyum o'lchov birligi olingan. Dyum bu ingliz o'lchov tizimiga kiruvchi uzunlik birligi bo'lib, bir dyumda 2,54 cm ni tashkil etadi. Ingliz tilida dyum inch deb nomlanadi. Shu piksellar sonining ikki turini bildiruvchi tushuncha rus tilida razрешение, ingliz tilida resolution deb nomlanadi. O'zbek tilida shartli ravishda aniqlik deb tarjima qilish mumkin. Bu tasvirda bir dyum uzunlikda 12 ta piksel joylashgan. Demak, bu tasvirning razresheniyasi bir dyumga 12 piksel deb aytiladi. Bu ko'rsatkichni sozlashda tasvir nimada aks etishi hisobga olinadi. Ekranlarda namoyish etilishi uchun razresheniya asosan bir dyumda 72 pikselni tashkil etadi. Bosma mahsulotlarda esa bu ko'rsatkich kamida 300 pikselni tashkil etadi. Agar tasvir faqat oq-qora piksellardan tashkil topgan bo'lsa, bosmaxonalarda 600 piksel talab etiladi. Tasvir piksellardan tashkil topgan deb aytib o'tildi. Tasvir faqat ekranlarda namoyish etilsa, piksellardan tashkil topadi. Ekranlardagi bir dyum uzunlikdagi razresheniyani bildiruvchi tushuncha PPI, ya'ni pixel per inch. Rus tilida piksel na dyum. O'zbek tilida dyumdagi piksellar soni deb nomlanadi. Demak, piksel atamasi ekranlardagi tasvirlarda qo'llanilsa, bosma mahsulotlarda piksel emas, balki nuqta atamasi qo'llaniladi. Va bu DPI, ya'ni dots per inch. Rus tilida точек на дюйм, o'zbek tilida dyumdagi nuqtalar soni deb nomlanadi. Ya'ni bosmada piksellar emas, nuqta atamasi ishlatiladi. Quyidagi rasmda PPI va DPI ko'rsatilgan. Chap tomondagi birinchi rasmda bir dyumda 1 piksel, ikkinchisida 2 ta piksel, uchinchisida 4 ta piksel, to'rtinchisida 8 ta pikseldan tashkil topganligi ko'rsatilgan. O'ng tomondagi rasm piksellardan emas, balki dot, ya'ni nuqtalardan tashkil topganligini ko'rish mumkin. Va bu DPI deb nomlanadi.
Ya'ni bir dyum uzunlikda qancha nuqta borligini bildiradi. Bu rasmda turli DPI'lar ko'rsatilgan. Qanchalar bir dyumda nuqtalar soni kam bo'lsa, shu nuqtalar kattalashib, yaqqol ko'rinib boradi. Qanchalar DPI yuqori bo'lsa, nuqtalar kichiklashib boradi va ko'rinmay qoladi. Bu ko'rsatkich kamida bosma mahsulotlarda 300 DPI ni tashkil etadi. PPI va DPI dan tashqari LPI bor. Lines per inch. Rus tilida liniya na dyum, o'zbek tilida dyumdagi chiziqlar soni deb nomlanadi. Bu ofset bosmada foydalaniladi. Bir dyumda nuqtalar soni emas, balki chiziqlar soni hisobga olinadi. Chiziqlar bir qancha nuqtalardan tashkil topadi. Rasmda bir dyumda 4 ta chiziq tasvirlangan, ya'ni LPI to'rni tashkil etgan. 4 ta tusdagi oq, kulrang, to'q kulrang va qora chiziqlarni aks ettirish uchun 16 ta DPI dan foydalanilgan, ya'ni 16 ta nuqtadan foydalanilgan. Bu misolda DPI LPI dan 4 barobar ko'p. DPI kamida LPI dan 2 barobar ko'p bo'ladi. Bu rasmda turli LPI ko'rsatkichlarida tasvirlar qanday sifatlarda bo'lishi ko'rsatilgan. Oq-qora gazetalarda bosma nuqtalarini osonlik bilan ko'rish mumkin. Gazetalardagi LPI kam bo'ladi. Jurnallar va boshqa sifatli bosma mahsulotlarda esa LPI yuqori bo'ladi. Yuqoridagi tushunchalarni tushunib olgach, endi tasvir o'lchamini sozlashni o'rganamiz. Buning uchun Photoshop dasturida kerakli faylni oching. Photoshop dasturida izobrazение, razmer izobrazение. Agar dasturning ingliz tilida bo'lsa, image size menyusiga kiriladi. Ochilgan oynada jami piksellar soni va bir dyumdagi piksellar sonini o'zgartirish mumkin. Agar resampling faol holatda, ya'ni galochka yoquv bo'lsa, bunda bir dyumdagi piksellar soni o'zgarganda, shunga mos ravishda tasvirdagi jami piksellar soni ham o'zgaradi. Bunday holatda dastur tasvirdagi piksellar sonini ko'paytirish yoki kamaytirish uchun piksellarni qayta tuzadi. Ya'ni tasvir asl holidan piksellar hisobida o'zgaradi. Dasturda piksellar sonini ko'paytirish orqali tasvirni sifatini oshirib bo'lmaydi. Misol uchun, bu tasvirdagi piksellarni dastlab kamaytirib, so'ng ko'paytirib ko'ramiz. Piksellar soni kamaytirildi. Oldingi piksellar haqidagi ma'lumot o'chib, yangi kamroq sondagi pikseldan, ya'ni kam razresheniyali tasvir hosil qilindi. Endi bu tasvirning razresheniyasini ko'paytiramiz. Piksellar soni asl holatiga qaytganiga qaramasdan tasvir sifati buzildi. Buning sababi kichik razresheniyadan katta razresheniyaga o'tkazilganda dastur bor piksellardan foydalanib yangi piksellarni hosil qiladi. PPI ni sozlash uchun tasvirdagi umumiy piksellar sonini o'zgartirmasdan turib, bir dyumdagi piksellar sonini o'zgartirish lozim. Buning uchun resampling nofaol holatga o'tkazilib, razresheniya o'zgartiriladi. Bosma mahsulot uchun bir dyum uzunlik uchun 300 piksel belgilanadi. Resampling nofaol holatda pikselning jami soni o'zgarmaydi, balki tasvirning uzunligi o'zgaradi. Misol uchun, tasvir eniga 3 dyum bo'lib, hamda eniga 450 pikseldan tashkil topgan bo'lsa, PPI ni 300 ga o'zgartirish orqali tasvirning eni 3 dyum emas, balki 1,5 dyumga qisqaradi. Eniga jami 450 piksel soni o'zgarishsiz qoladi. Faqat shu 450 piksel
3 dyumga emas, balki 1,5 dyumga joylashadi. Shu yo'l orqali tasvirdagi piksellarning jami sonini o'zgartirmasdan kerakli PPI yoki DPI talablariga moslaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat.